alaykum akalar, ukalar, hammalaringga rahmat. Sizlarda yordamlaring bilan mana biz Dushanbeda yetib keldik. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Yana kamroq yordam qilib olsalaring, shu operatsiyaga o'tib olsak, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bizdan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Hammalaring duo qilinglar, duoda bo'linglar. Xudo xolasa yaxshi operatsiyalarga o'tkazib olaylik. Hammaga assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari, yaxshimisizlar? Bizni musofir yurtda mana yori do'stlar, yaqinlardan kuzatib turadigan barcha obunachilar, hammalaring yaxshimi? Ro'za oylarida mana charchamasdan do'stlar, biz mana shu Zikrullo akamizni video qilgandik. Bizga mana pul yiqqandik, pul jamlagandik. Bizlar Xudoga shukr, hamma qo'ldan kelgancha yordam qilayotibdi. Do'stlar, hammalaringdan iltimos, mana shu videoni kengroq tarqatib qo'yamiz. 10 ta 15 ta insonlarimizga tarqatib qo'yamiz. Zikrullo aka hozir Dushanbeda Istiqlol больницасida lechina olyaptilar. Gideta mana shu Navruz yo Navruzdan keyinroq operatsiya qilishadi. Bir hafta 10 kun lechina qilib, ulardan ba'zi joylarini avval sog'lom qilib, keyin menimcha operatsiya qilish kerak ekan. Shuning uchun hammalaringdan o'tinib so'rayman, kimlar ko'rdi videomizni, kimlar ko'rmadi. Mana shu raqamlarga o'zlarining telefon raqamlari Dushanbe City, o'zlarining o'g'illarining Sberbankka qo'yib qo'yganman. Hammalaring qo'ldan kelgancha oz bo'lsa ham mana shu ro'za Ramazon oyida yordam qilishlarini so'rab qolaman. Do'stlar, videoga beahamiyat bo'lmaymiz. Videoni kengroq tarqatib qo'yamiz. Zikrullo aka hozir Dushanbeda Istiqlol больницасida lechina olyaptilar. Gideta shu 2 kun, 3 kun shu ro'zadan keyinlarimi operatsiya qilishadi. Duo qilib turinglar, mana shu kommentariyaga yaxshi duo qilib yozib qo'yinglar. Rahmat hammalaringga.